Noto'g'ri o'tirgan paytimizda og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu yengil bosqich. Bunga ko'pchilik e'tibor bermaydi. U kalaskada keldi oldimizga. Biz ham MRTni ko'rdik, tahlil qildik. Bu riskovniy holat hisoblanadi, chunki bu joyda nerv juda ham qattiq bosgan, oyog'iga уже jivirlash uvishlarni berib qo'ygan edi. Buni o'tda tekshirishganda, ya'ni Xorazmda MRT qilib, doktorlar tekshirganda bu juda og'ir holat. O'ta og'ir holat, og'riq qoldiruvchi dorilar olganda ham qimillashga ham qiynalyapti. Adhamjon aka, umurtqa cho'rasi deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Umurtqa pog'onasi cho'rasi deganda, biz shu umurtqalarimiz orasidagi fibrozniy kalsiy deymiz. Fibrozniy kalsiy umurtqa suyaklari orasida umurtqani amortizatsiya qilib turadigan vazifani bajaradi. Keyin yuklamani oladi, nagruzkalarni bo'yniga oladi. Shu fibrozniy kalsiyni umurtqa pog'onamizga bosim oshib ketgandan keyin uni yorilib ichidagi pulpozniy yadroni chiqib ketishi, bu grija deyiladi. Bu pulpozniy yadro chiqib, orqa miya kanalimiz bor. Umurtqaning orqa tarafida joylashgan. Orqa miya kanalidagi nervni bosib qo'yadi. Mana bu narsaga grija deyiladi. Endi protruziya deb yuritiladigan holatda o'sha umurtqa pog'onalari orasidagi fibrozniy diskki o'rtasida turadigan suyuqlikni hali yorib chiqib oqib ketmasligi, bu fibrozniy kalsiyni ichidagi pulpozniy yadroni oqib chiqib ketmasligi, bu protruziya deb yuritiladi. Agar u kalsiy yorilib, ichidagi pulpozniy yadro oqib chiqib nervni bosib qo'ysa, bu grija deb yuritilinadi. Umurtqa cho'rasini kelib chiqishini asosiy sababi nimada? Umurtqa cho'rasi, ya'ni hozir xalqimiz tilida grija desak, grijani kelib chiqish sabablari ko'p. Bunga asosiy sabablardan bittasi qilib noto'g'ri o'tirish, og'ir yuklamani noto'g'ri ko'tarish yoki ser harakat emasda kam harakat hayot tarzi, ya'ni fizический harakat kamligi, uzoq o'tirib ishlash, kam harakatlikni misol qilsak bo'ladi. Endi undan boshqa sabablari ham bor. Bu ko'pchilik biladigan sabab, ya'ni bilmaydigan sabablari ham bor. Bu sabablarga nimani kirgizsak bo'ladi? Deylik, oshuvchi vazn grijaga olib keladi deyshadi. Lekin oshuvchi vazn bo'lmagan holatlarda ham grija uchraganini ko'ramiz tajribada. Deylik, 20 yoshli yosh inson, tana vazni ham katta emas, qiladigan ishini surishtirsangiz og'ir ish qilmaydi. To'g'ri, uzoq o'tirish bilan ham shug'ullanmaydi, lekin oddiy hamma qatori hayot tarzida yuradi. Grijasi juda ham katta holatda chiqib ketgan, ya'ni 7 mm grija oyog'ini qisib turibdi. Bu holatda nimaga unaqa bo'ldi? Endi umurtqa pog'onamiz o'zi turmaydi hech qachon. Uni atrofida juda ham ko'p mushaklar bo'ladi. Ya'ni kvadratniy mышца deymiz, и поясничный повздошный mышца deymiz. Mana shu mushaklarimiz umurtqa pog'onasini ushlab turadi. Kalta mushaklar ham bor. Ya'ni umurtqamizni bir-biriga tortib turadigan chuqur va yuzi kalta mushaklarimiz bor. Mana shu mushaklarni spazm holatga o'tib qolishi, ya'ni gipertonus holatda o'tib qolishi grijani olib keladigan asosiy sabablardan bittasi hisoblanadi. Bu sababni ko'pchiligimiz bilmaymiz, faqat og'ir ko'targandan deb o'ylaymiz. Lekin aslida o'sha og'ir ko'targuncha bo'lgan holatda insonda grija paydo bo'lgan bo'ladi. O'sha og'ir ko'tarishi bunga sabab bo'ladi, yana ham o'stirishiga sabab bo'ladi. Mana ko'pchilik xalqimiz aytadi bizga, "Men yaxshi yuruvdim" deydi, "Bitta og'ir shunda ko'tardim, grijam chiqdi" deydi. Birdaniga hech qachon grija 6-7 mm bo'lib ketmaydi. U insonda shu grija 4 mm bo'lib yurgan bo'ladi. U insonning bel qismidagi mushaklarida spazm bo'ladi. Spazm holatda yuradi, u bilmaydi. Hayotiy nagruzkamiz buni bildirmaydi. Qachonki biz noto'g'ri nagruzka qilamiz, yukka og'ir yuklamani qattiq ko'tarib qo'yamiz, noto'g'ri holatda ko'taramiz, o'sha turgan 4 yoki 5 mm grijamizga yarim yoki 1 mm qo'shilib qoladi-da, bizani orqa miyamizni qisib qo'yadi. Ana unda sirazi bizani oyog'imizdan orqasiga keladigan tortish og'riq beradi. Biz birdaniga grija chiqdi deb o'ylaymiz. Shu sabablari ham bor, ko'pchilik bilmaydigan. Adhamjon aka, grijaning qanday bosqichlari bo'ladi? Grijaning bosqichlari, grijada 3 ta bosqich bo'ladi. Yengil, o'rta va og'ir bosqichlari bo'ladi. Yengil bosqichida ko'pchilik bilmaydi. Ozgina og'riq bo'ladi, belda oyoqning orqasi buklab o'tirganimiz tomir tortish hissi bo'ladi yoki uzoq yurganimizda bilinadi, yo uzoq buklab o'tirganda yoki noto'g'ri o'tirgan paytimizda og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu yengil bosqich. Bunga ko'pchilik e'tibor bermaydi. O'zi o'tib ketar deb yuradi-da, keyin og'ir nagruzkali ishni muntazam qilish davomida uni o'rta yo og'ir bosqichga olib kelib qo'yganimizni ham bilmay qolamiz. O'rta bosqichida og'riq kuchli bo'ladi, og'riq qoldiruvchi ishingiz kerak bo'ladi yoki oyoqning orqasidagi tortish qo'ymaydi. Tinmasdan bo'ladi, lekin chida bo'ladigan darajada bo'ladi. Endi og'ir bosqichida og'riq kechasi kunduzi bo'ladi. Inson harakatdan cheklanadi. Qaysidir mushaklarimiz nerv signali kelmay qoladi. Ya'ni mushaklarimizdan boshqara olmaydigan holatlarga keladi. Ana bu og'ir holatga kiradi. Adhamjon aka, MRT yoki rentgenni qanday farqi bor mana shu grijani aniqlashda? Endi grijani aniqlashda birinchi bo'lib rentgenga tushirishadi bir xilda. Rentgen har doim aniq ma'lumot bera olmaydi. Sababi rentgenda faqat qattiq to'qimalar, ya'ni suyak to'qimamizni ko'rish mumkin. Lekin bizning grijamiz yumshoqroq to'qay to'qimadan iborat bo'lgani uchun
uni MRT tahlili aniq ko'rsatadi. Keyin bu joyda grijadan tashqari yana boshqa muammolar ham bo'lishi mumkin. Agar biz faqat qattiq to'qmani, suyakni ko'radigan bo'lsak, bu yerda tashxis qo'yishga adashamiz. MRT tahlilining afzalli tarafi bu joyda orqa miyamizni grijadan tashqari boshqa qismlar ham ezib qo'yishi mumkin. Ya'ni желтый связка deymiz, sariq boylam gipertrofiyasi degan tashxis ham bor. Bu o'sha orqa miyamizning oldida turadigan boylama, ya'ni svyaskani qalinlashishi. Bu qalinlashish ham bizga xuddi grijaga o'xshagan og'riq beradi. Ko'pchilik buni ham adashtiradi. Shuning uchun MRT tahlilini buyuramiz. Grija bo'lgan holatlarda muammoni aniqlash uchun MRT dan foydalanamiz. Umurtqa churasi tananing asosan qaysi qismida ko'p uchraydi? Eng ko'p uchraydigan holatlar bu bel va bo'yin qismida bo'ladi. Ko'krak qafas sohasida kamdan kam insonlarda uchraydi. Sababi bizada tanamizni eng katta nagruzkasi belimiz va bo'ynimizga tushgani uchun shu ikkita sohada grija uchrashi ko'p kuzatiladi. Sababi bel va bo'yin qismimizdagi tana vaznimiz nagruzkasi ko'p tushgani uchun bel va bo'yin qismimizda grija uchrash holati ko'p bo'ladi. Endi bel va bo'yin qismi bir-biriga bog'lanadi. Bu yerda aka-uka Lavetta degan olimlar bor. Aka-uka Lavetta degan olimlarimiz bor. Bu olimlar tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus sxema bor. Bel umurtqa va bo'yin umurtqamiz birgalikda harakat qiladi. Bir-biriga aka-uka holatda bir xilda harakat qiladi. Agar bizning bel qismimizda grija uchraydigan bo'lsa, agar bu grijani bartaraf qilmasak, u borib bo'yin qismimizdagi umurtqa pog'onasining buzilishiga olib keladi va bo'ynimizda grija paydo bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun bel va bo'yin qismida ko'p uchraydi grija. Grijani ko'p og'riq beradigan holatlardan bittasi o'tirish deyiladi. Misol uchun grijasi o'ta og'ir darajada operatsiya qildirgan insonlarga ham o'tirish buyurilmaydi. Faqat yotasiz, yurasiz, qisqa muddatda shu yotish va yurishni bajarib turing, o'tirmang deb maslahat berishadi. Nimaga degan savol? O'tirgan holatimizda katta nagruzka bel qismimizda bo'ladi. Agar engashib o'tirgan bo'lsak, bo'yin qismimizga ham nagruzka tushadi. Shuning uchun bel va bo'yin qismi eng ko'p nagruzka oladigan holat bo'ladi. Tana vaznimizni 100 kg deb qaraydigan bo'lsak, inson o'tirgan holatida bel qismiga 140% nagruzka tushar. Bu mana faktlarda isbotlangan. Deylik, 100 kg tana vaznimizni agar umurtqa pog'onamizga 100 kg tushadigan bo'lsa, inson o'tirgan holatida bel qismimizga poystochniy отдел deymiz. Bel qismimizga 140% nagruzka ko'p tushar ekan. Agar inson qiyshayib o'tiradigan bo'lsa, ya'ni o'tirgan to'g'ri o'tirmasa, qiyish holatda o'tiradigan bo'lsa, 200% nagruzka tushadi. Bel qismimizni shuning uchun qiyshiq o'tirish grijani yana ham rivojlantirishga olib keladi. Endi yana bitta holat bor, agar inson stressda yuradigan bo'lsa va noto'g'ri holatda o'tirsa, bu holatda bel qismimizga 250% nagruzka tushadi. Shuning uchun stress, noto'g'ri o'tirish grijaga olib keladigan katta faktorlardan bittasi hisoblanadi. Grijadan qutulish uchun har doim operatsiya qilish kerakmi yoki boshqa yo'llar ham bormi? Grijadan qutulish uchun operatsiya kerakmi? Bu ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. Agar statistikaga qaraydigan bo'lsak, grija bilan murojaat qilgan bemorlarni 100% oladigan bo'lsak, ularning 90-95% operatsiyasiz muolaja yordamida grijadan qutulishi mumkin. Atigi 5% gina holatlarda faqat operatsiyaga muhtoj bo'ladi. Uni o'zini belgilari bor maxsus. O'sha belgilar agar insonda bo'lsa, operatsiya qilish kerak deyiladi. Agar u belgilar bo'lmasa, albatta operatsiyasiz muolaja uslubi bilan davolashga uriniladi. Akramjon aka, og'riq yo'qolgandan keyin ham muolajani davom ettirish kerakmi yoki to'xtatish kerakmi? Ko'pchiligimiz qiladigan xatoni siz hozir gapirdingiz. Mana bel og'rig'i bilan murojaat qilib keladi bemor. Doktorlarimiz ishlagandan keyin, bel og'riq qo'yib yuborgandan keyin bemor tuzaldim deb hamma narsani to'xtatib qo'yadi. Bu noto'g'ri. Mana boya videomiz boshida aytganimizdek, grija birdaniga chiqmaydi. U sekin-sekin shakllanib kelib, qaysidir nuqtaga kelganda o'sha orqa miyani grija ezgandan keyin bizga ma'lum bo'ladi. Endi bizni qilayotgan amaliyotimiz, muolajamiz bu grijani qanchadir orqaga qaytaradi va orqa miyani bo'shatish orqali og'rig'ini to'xtatadi. Endi lekin qolgan qismi grijani qolib ketadi. Bu inson og'rimaydi, lekin grijasi turaveradi. Ya'ni nervga tegmaydi, u insonda paydo bo'lib yuraveradi. Buni biz og'riq to'xtagandan keyin ham muolajani to'xtatmasdan, nazorat ostida mashqlarni qilib, maxsus tavsiyalarni qilib, yana qayta MRTga tushib, buni holatini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik shuni qilmaydi. Og'rig'im qoldi, men tuzaldim, bo'ldi deydi-da, yana bu grija 1 yil yoki nechadir oydan keyin qaytalab insonni bezovta qiladi. Akramjon aka, siz ko'rgan eng og'ir bemorni holati va uni qanday davolangani haqida gaplashamizmi? Mayli. Bu mavzu hammaga qiziq. Bizga bitta Xorazmdan bemorimiz murojaat qilib keldi. Buni o'tda tekshirishganda, ya'ni Xorazmda MRT qilib, doktorlar tekshirganda, bu juda og'ir holat.
srochniy operatsiya deyishgan, chunki u o'zi yuradigan holatda ham emas edi. U kalaskada keldi oldimizga. Biz ham MRTni ko'rdik, tahlil qildik. O'ta og'ir holat, og'riq qoldiruvchi dorilar olganda ham qimillashga ham qiynalyapti. Biz unga operatsiya qildirishni tavsiya qildik, chunki bu riskovanniy holat hisoblanadi, chunki bu joyda nerv juda ham qattiq bosgan, oyog'iga уже jivirlash u ishlarni berib qo'ygan edi. Lekin u Xorazmdan keldim, men operatsiyasiz davolanishga keldim degani uchun biz buni boshladik muolaja qilishni. Bismillah deb sekinlik bilan uni birinchi kushetkaga yotqizdik. Yota olmaydigan holatda edi даже. Kushetkaga yotqizdik va maxsus muolajalarni boshladik. 3-4 kun o'tgandan keyin u bemorimizni kalaskadan turib, sekin-sekin hassada yurishga o'tdi. O'zimiz xursand bo'ldik. Yana muolajani davom ettirdik. 10 kunlardan keyin hassani tashlashga muvaffaq bo'ldi. Og'riqlari ham sekin astalik bilan pasaydi. Keyin unga biz javob berdik. 1 oy mashqlarni qildi va 1 oydan keyin normal insonlarga o'xshab yurib oldimizga qayta ko'rikka keldi. Shu holatni ko'rganmiz. U yana tekshiruvga 3 oydan keyin qayta tekshiruvga bordi. Xorazmga xuddi o'sha klinikaga uni MRT qilishganda doktorlar hayron qolgan, chunki bu operatsiya holatida qayta davolandik. Umurtqa kanali juda ham qisqarib qolgan edi. Bizani muolajalardan keyin alhamdulillah umurtqa kanali kattalashishiga, grijani 2 mm so'rilishiga erishdik. Mana 2 mm, unda 9 mm grija bo'lsa, 7 mm kelganda og'riqlari qo'ydi. Lekin grija bor. Bu inson o'zini ustida ishlab 3 oydan keyin borib tekshirtirdi va shu 7 mm grijasini ham yana davom ettirib 0 ga tushirish uchun harakat qildi. Ko'pchiligimiz qiladigan xato bu og'rig'im qolgandan keyin bo'ldi, grijam so'rildi deb uni to'xtatib qo'yishlik. Bu katta xato. Yana qaytalashga olib keladi. Agar sizda ham shunga o'xshash grija holatlari, osteoxondroz, umurtqa pog'onasidagi muammolar uchraydigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Men siz bilan ishlashga tayyorman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yib, umurtqa pog'onasida muammosi bor do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz.